Yaxshi niyatda chiroyli qilib xonadonlar solib qo'ygansiz, kafel, burchatkalar terib, atechentlar qilib qo'ygansiz. Undan tashqari gulzorga gazon, archa har xil turdagi gullarni ekib qo'ygansiz. Hovlimga yana nimadir kam deysizlarmi? Albatta mana shunday naveslar kam bo'ladi. Bundan bitta qiladigan bo'lsangiz, mana shunday gullaringiz, archalaringiz ham zo'r turadi. Undan tashqari qilib qo'ygan remontlaringiz ham umri uzoq bo'ladi. Hozirgi kunda Qo'qonlik ustakalarimiz Farg'ona viloyati Dang'araga chiroyli qilib shumkali naveslarni qilib berishgan ekan. Bittadan like bosib tursalarning narxlari qancha bo'lyapti, qanday materiallarda ishlatilgan, undan tashqari qayerlargacha xizmat qilishadi. Video davomida batafsil ma'lumotni berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga yaxshimisiz? Charchamay tuzimsiz? Rahmat. Aka, xudo xolasa navbatdagi xonadonimizga ham chiroyli qilib naveslar qilib beribsiz. Lekin zo'r tushibdi aka. Uyga ham, holatiga ham zo'r tushib qo'yibdi. Bu yerimiz necha kvadrat bo'ldi aka? 108 kvadrat bo'ldi aka. 108 kvadrat bo'ldi. 108 kvadrat. Qachon tayyor bo'ldi aka bunimiz? Bu 1-2 kun bo'ldi buni ustanovkasini qilib berganimizga. 2 kun bo'ldi. Necha kun mobaynida bitirib berdilar aka? 1 oy vaqt ichida tayyorlab berdik. 1 oy vaqt ichida tayyorlab berildi. Zo'r. Bunimiz shumkali, to'g'rimi? Shumkali varianti bu aka. Aha. Materiallari qandaydan bo'lgan? Materiallari o'sha profillari polni 4 ga 4, 4 ga 2, 3 ga 2 profillar ishlatilgan, 1.7 stena bo'lgan. Aha, 1.7 stena qalinlikda bo'lgan. Ha, birinchi falga tashlanib, ustidan nima tashlanadi? Birinchi faner tashlanadi. Shoh faner, keyin falga, keyin o'sha ruh nasl yopiladi. Ruh nasl ham qalin yopiladi, o'sha 0.4 yopiladi. 0.4 yopiladi. Hozir bu yerimizga ustun tushmabdi, tomga mindirilibdi, to'g'rimi aka? Misol uchun shamol, shovqin, qorlarda hech narsa bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Garantiyalar beriladi, to'g'rimi aka? Bor aka, garantiyasi. Zo'r. Necha xil fasondagi naveslarimiz bor? Endi har xil aka, 7 xil, 8 xil holatiga qarab vibrlari bor. Oddiy deydimi, undan tashqari leksalli, lazerli deydimi qilib berilaveradi, to'g'rimi aka? Beraveramiz aka. Xizmatlar qayerlargacha bo'lyapti? O'zbekiston bo'ylab aka. O'zbekiston bo'ylab xizmat qilib beraveramiz. Narxini 1 kvadratini qancha qilyapsiz aka hozirgi kunda? Buni narxi shu ko'rib turgan navesi narxi 1 kvadratni 300 ming so'mdan tayyorlab berdik aka. 300 ming so'mdan mana shu holatda bo'lgan. Misol uchun, shu holatga stoyka tushadigan bo'lsa qancha bo'ladi aka? Stoyka bo'ladigan bo'lsa ham shuni ichida bo'ladi. Narxi bir xil ketaveradi. Bir xil ketaveradi. Bu yerda endi stoykani narxini chiqarib berganmiz. Agarda menga leksalli bo'lsin, lazerli eng so'nggi fasonda bo'lsin desa narxi qancha chiqadi? 550 mingdan aka. Eng oxirgi full variantda bo'lsa 550 ming so'm. 550 ming so'm. Demak, 300 ming so'mdan boshlanib 550 ming so'mgacha bo'lyapti. 550 ming so'mligi o'sha stoykalari ham, undan tashqari firmalari ham polni lazerli bo'ladi, to'g'rimi aka? O'zgacha dizayn bo'ladi endi bu aka. Boshqacha bo'lib chiqadi. Zo'r. O'zbekiston bo'ylab bir xil bo'ladi narxi yo o'zgaradi? Bir xil O'zbekiston bo'ylab. O'sha voha tomondan chiqsa ham bor filial qilib qo'yganmiz. Oldin narx qo'shilib qolyapti yo'l kirani hisobiga. Hozir yo'l kiraga ham qo'shilmayapti aka. Misol uchun 100 kvadrat bo'ladimi, 150, 200 kvadrat bo'ladimi, bemalol qilib beraveramiz. Samarqand, Jizzax, Qashqadaryolarga ham, to'g'rimi aka? Tayyorlab beramiz. Zo'r. Nechiga nechi bo'ldi, necha kvadrat bo'ldi, qanchaga tayyor bo'ldi aka bu yerimiz? Bu akaga 9 bo'ldi aka, 108 kvadrat bo'ldi, 300 ming so'mdan 32 million bo'ldi aka. 32 million bo'ldi. Usta puli, materiali hamma narsasi ichida. Uydagilardan nimalar talab qilindi? Lesa qilishni berdi, shu lesa olishni beradi. Shu abetini qilishni berdi. Uzoq joydan bo'ladigan bo'lsa, yotoq joy qilib beradi. Uzoq joy bo'lsa, endi yotoq joy bo'ladi aka. 1-2 kunga endi hozirgi kunda 1 kunda yopilsa ham bo'ladi, 2 kun, 3 kunlab yopilyapti. Holatiga qarab, navesga. Ustaxonada tayyorlanib kelinadi va uyga kelib turib, kvadratiga qarab 1 kun, 2 kun, 3 kun mobaynida ustanovkalarni qilib berasiz aka. Zo'r. Xo'sh, adashmasak ma'lumotlarni berib o'tdik. Bundan tashqari uzuntoq xizmatlarni ham qilib beraveramiz. Bor aka. Kelishilgan holatda bo'laveradi aka. Bizni kanaldan chiqarlar uchun skidkalar bormi? Bor qilib beramiz. Chiroylilarda qilib beramiz. Jondan chiqsa qilib beramiz. Zo'r. Aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Charchamang. Akalar, qo'limizdan kelgancha ma'lumotini berib o'tdik. Mana shuni uyda niyat qilganlar, havas qilganlar bittadan like bosib, mana shu videomiz kommentariyasiga chiroyli qilib komment yozib qo'ysalaring, hammamizga mana shuni uylar, mana shunday naveslar qilish nasib qilsa, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Kimga naves xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Instagram telefon raqamlari ekran pastda bo'ladi. Bemalol qaytib qo'yasizlar. Bizni kanaldan chiqarlar uchun chiroylilarda skidkalar bilan qilib berishadi.